Assalomu alaykum. Yana bir bor webinar ishtirokchilari hamda ana shu YouTube kanalimizdagi bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlar, podpishchiklarimiz bugungi ana shu quvvat va ta'sir rukni ostida ketayotgan mavzuyimizni davomini yana boshladik. Mana bugungi darsimizda, webinarimizda ham webinar ishtirokchilari ham kelishyapti, yaqinlashib qolishdi. Bizning ishtirokchilarimiz soni borgan sari oshib boryapti. YouTube kanalidagi ham mana shu tomoshabinlarimiz ko'payishyapti. Katta rahmat avvalambor hammangizga minnatdorchilik bildiraman. Ishonch bilan mana shu berayotgan, ajratayotgan vaqtingizni bizga sarflab, bizdan olayotgan bilim va ana shu qandaydir bir aytaylik teoriyalar deymiz hozircha, nazariyalarni mana shu YouTube kanalda olayotganlarga asqotadi va kelajakda hayotlarida nasib bo'lib, Xudo xolasa yaxshi ijobiy natijalarga olib kelishda yordam beradi deb o'ylaymiz, ishonamiz. Sababi bu bilimlar bizga yordam berib kelyapti. Bizdan oldingi muvaffaqiyatli va baxtli insonlarga yordam berib keldi va o'ylaymizki va ishonamizki sizlarga ham albatta buni natijasi bo'ladi. Xudo xolasa bugungi mavzuyimizdagi matnlarda va beriladigan YouTube kanalga asosan bepul, webinarga esa ana shu pulli o'quvlarga tegishli bo'lgan materiallarni berish hisobiga ham bu narsaga amin bo'lasiz. YouTube kanaldagi ishtirokchilarimizga faqatgina nazariy tomonlarni beryapmiz. Amaliy va uni qandaydir bir tarqatma materiallarni esa pullik webinardagi ishtirokchilarimizga tarqatib beryapmiz. Xafa bo'lish yo'q. Biz bu o'zimizni qo'llab-quvvatlashimiz uchun, bizni loyihamiz to'xtab qolmasligi uchun mana shunaqangi pullik holatlarni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Bunga ilojimiz yo'q. O'zimiz shakllantiryapmiz, o'zimizni rivojlantiryapmiz. Bizda hali sponsor yo'q, hech qanaqangi bu loyihalarni qo'llab-quvvatlaydigan. Shuning uchun o'z bilim va kuchlarimizdan kelib chiqqan holatda faoliyat yuritib boryapmiz. Shuning uchun o'ylaymizki, bizni qabul qilasiz, to'g'ri qabul qilasiz va agar nasib bo'lsa hamkorlik qilib bizlarga yordam beradiganlar chiqishadigan bo'lsa, biz albatta qabul qilamiz ham, minnatdor bo'lamiz. Bizning qadriyatlarimizga to'g'ri keladigan bo'lsa, sizning qadriyatlaringizga to'g'ri keladigan bo'lsa, hamkorliklarni albatta yo'lga qo'yamiz. Endi ruxsat etsangiz bugungi mavzu haqida gapirib o'tib boshlayin. Bugungi mavzuyimiz ana shu qarzlarni kelib chiqish holatidagi moliyaviy dasturning ta'siri bo'ladi. Ana shu ta'sir, quvvat va ta'sir loyihasi dasturida ketyapti bu mavzularimiz. Shu yerda bilingki, Ted Turnerning bir so'zi bo'lgan, ya'ni hayot biznes degan bu shaxmat doskasi kabi. Bu yerda siz oldindan har bir qadamingizni o'ylab harakat qilishingiz kerak. Lekin aksariyat insonlar esa buni bilishmaydi, bu ishni qilishmaydi degan so'z aytgandi. Tarjimasi mana shu ma'noga olib keladi. Rus tilida hozir eslayman, adashmasam, бизнес как шахматная игра, и ты должен обдумывать несколько шагов вперед, несколько ходов вперед degan. Большинство людей этого не делают. Mana shu rus tilida aytganda. Mana shuni men o'zbek tiliga tarjima qilib berdim. Endi qarzlarning kelib chiqishi insonlar ana shu nima deydi, mustahkam, barqaror moliyaviy dasturlari bo'lmaganidan kelib chiqadi bu qarzlar. Va ana shu moliyalarni boshqara olmaganliklari uchun bo'ladi bu narsalar. Shuning uchun insonning hayotida qarzlar paydo bo'lish boshlaydi. Misol uchun misol keltiraylik shu yerda. Kredit olmoqchida kimdir ana shu olayotgan daromadlarga bu to'g'ri kelmayapti, olayotgan kreditning summasi. Ya'ni aytaylik, u kredit miqdori 200 ming aytaylik dollarda qaytarishga imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, olayotgan naqasi qarzi esa aytaylik 1 million bo'lishi mumkin va uning to'lov qiymatini, to'lov quvvati 200 ming dollarlik xolos. Vaholanki 200 ming dollarlik qaytarish kredit imkoniyatiga ega bo'lgan quvvatdagi shaxs 1 million dollarlik qarzni ko'tarib olyapti bo'yniga. Mana shu maksimal holatda barcha muammolarni yechib olaman degan fikr bilan mana shunaqangi katta qarzlarga kirishib boshlashadi. Bu bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, boridan ko'piga sakrab borishadi yoki boridan ko'piga harakat qilib yuborishadi. Mana shu vaziyatda
hammalari ham to'liq kreditni qaytarishga va kreditni yopishga uddilasha olmaydi. Ularga boshida osonroq bo'ladi. Qandaydir bir oylik to'lovlarni kiritish hisobiga biroz stabil holatda yurganday bo'lib turishadi, lekin bozor shunday holatki, ana shu iqtisodiy bozor, dunyodagi moliyaviy bozor barchasi qanday shaklda gapiradigan bo'lsak ham bozor o'zgarib turadi va ana shu bozorning qaysidir vaqtda silkinishi va ana shu narxlarning o'zgarishi, sakrab tushishi, shu narxlarni daromad ham pasayishi va bir nechta ana shu to'lanmagan mablag'larning shakllanib kelishi, mana shular hammasi qarzga olib keladi. Qarzning yaqqol ko'zga ko'rinish jarayoni boshlanadi va shunda o'tkazib yuborilgan muddat uchun peniyalar tug'ishni boshlaydi. Qonunchilikda bu narsalarni hammamiz bilamiz va shundan mana shu qarzlarning ko'payib ketishi ham insonni ruhiyatini bo'g'adi, ruhiyatiga bosadi deb gapirgandik o'tgan safargi videomizda, webinarimizda ham. Va shunda bir holat bo'lganki, buni biz ustozlardan eshitganmiz. Mana shu 13 yildan beri bir oila biznes bilan shug'ullanib kelar ekan. Ana shu biznesida bir necha yillar davomida biznesni zo'r yuritgan, zo'r amaliyotga ega bo'lgan, zo'r bilimlarga ega bo'lishgan, lekin 13 yil davomida bizneslarni ko'rib chiqishadigan bo'lishsa, mana shu davrda 1.300.000 dan ko'proq qarzga kirib qolishgan va ular odatda sport mahsulotlarini sotib yurishgan bo'lgan bizneslarda ana shu faoliyatlar davomida endi shuni chatni blokirovka qilib qo'yay, esimdan chiqib qolibdi yana bir bor. Uzr, fikrimni chalg'itdim. Xo'p. Albatta, xudo xolasa. Va mana shu barcha bo'lib o'tgan holatlarni endi to'satdan shu qarzlarga kirib qolishganini bilib qolishar ekan va shunda bu moliyaviy dasturning noto'g'ri yuritilganligi va moliyaviy dasturni umuman noto'g'ri boshqarilganligi oqibatida kelib chiqqanligi aniqlangan ekan. Va hisob-kitob qilingandan keyin shundoq bir aniqlandiki, har bir inson uchun oilaviy daromadlari qancha bo'lishligini aniqlab turib, uning eng yuqori darajasini hisob-kitob qilib bo'lgandan so'ng va ana shu moliyaviy dasturlarni tartibga solib bo'lgandan so'nggina inson haqiqiy o'zini daromad kuchini, quvvatini aniqlashi mumkin ekan. Misol, agar siz aytaylik oyiga $1000 savdo qilyapsiz yoki $1000 daromad topyapsiz deylik va mana shu nima bilan shug'ullanmasangiz ham siz ana shu mana shu darajada bo'lasizda, undan da yuqori topa olmaysiz. Siz sababi $1000 topishga odatlangansiz va agar insonga $1000 daromad ko'rayotgan insonga, misol uchun oyida $1000 daromad ko'rayotgan insonga $1 million dan boshqarishni qandaydir imkoniyatini, sharoitini yaratib beradigan bo'lsangiz, albatta u insonda nima bo'lyapti? $1 million muammo, ya'ni savol shakllanib paydo bo'lyapti hayotida. Siz unga nima deydi, pul berasizmi yoki ish berasizmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar natija bir xil bo'ladiki, ya'ni u $1000 dan yuqoridagi boshqaruvni uddalay olmaydi. Shuning uchun bunaqangi voqeliklarni biz faoliyatimizda, ustozlarimizning gapida, kitoblarning yozilishida, ayrim ishtiroklarimizda va ana shu faoliyatlarimizda ko'rib kelyapmiz, sezib kelyapmiz, eshitib kelyapmiz. Va yana shunaqangi holat borki, bir misol yana keltirishgan, ustozlarimizdan eshitganmiz buni. Tasavvur qiling, siz agar 30 kilogramlik yukni ko'tarish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, bu sizning darajangiz hisoblanar ekan. Va agar sizga keyingi boshqa bir shaharga ko'chib o'tishingiz hisobiga yo qandaydir bir o'zingizning prioritetlaringizni, bir dunyoqarashlaringizni o'zgartirishingiz hisobiga agar 100 kilogramni ko'tarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz 30 kilogramdan yuqoridagi yukni ola olmas ekansiz. Mana shu sizning darajangiz hisoblanar ekan. Mana shu misolda ham aytish mumkinki, yukni pul miqdorida oladigan bo'lsangiz ham aynan ana shu misolga to'g'ri kelsa bo'ladi. Xuddi o'sha holat. $1000 topyapsiz, $1 million boshqarishni sizga berishdi, lekin siz $1000 dan
yuqoridagi boshqaruvga uddalay olmaysiz. Shuning uchun nima qilish kerak? Buning uchun ong ostingizni o'zgartirishingiz kerak. Mышление deymiz rus tilida bu narsani. O'y fikrlaringizni o'zgartirishingiz kerak. Ana shu sizni o'zingizni darajangizdan yuqoridagi bilimlarga, darajangizdagi yuqoridagi imkoniyatlarga chiqishingiz kerak va yetishingiz kerakligi haqida gapiriladi. Buning uchun nima qilinadi? Buning uchun izlaniladi, o'qiladi, ustoz topiladi. Ana shu ustozlardan olinadi. Biz ham shu ustozlarni topdik. Shu ustozlardan olyapmiz bilimlarni mana hozir ham. Bizga mumkin ruxsat etilganlarni sizlarga berishni boshladik. Pullik berishni boshladik, ruxsat etildi bizga shu narsalarni shakllantirib dars o'tishga, kurslarni yaratishga ruxsat berildi. Chet eldan, o'zimizning yurtdan ustozlar mavjud. Ana shu ustozlarimizni barcha berayotgan bilimlarni biz jamlab turib, eng sara eng zo'rlarini mana shu auditoriyamizga berishni boshlayapmiz va berib kelyapmiz ham. Biz o'zimiz ingliz, rus tilida o'qiganmiz. Bularni barcha bilimlarni endi astalik bilan o'zbek tiliga o'giryapmiz, o'zbek tilida tayyorlayapmiz. Sizlarga imkon qadar qisqa, lo'nda va sifatli ma'lumotlarni va natijalarni berishga harakat qilyapmiz. O'ylaymanki, bu bizning mehnatimizni sizlar ham qadrlaysiz, sizlar ham bu narsaga yondashasiz va agar kimda-kim bizga yordam bermoqchi bo'lsa, ishtirok etsa shu loyihalarda, marhamat, biz juda ham xursand bo'lardik yordamga. Fikrimni davom ettiradigan bo'lsam, shu yerda endi e'tiborga oling. Aytib o'tyapman yana bir bor, qarzlar nimadan kelib chiqishi, ya'ni ana shu moliyaviy boshqaruvni uddalay olmaslikdan kelib chiqadi. Ya'ni bu bilimlarga ega bo'lmaganligi uchun kelib chiqadi va hisob-kitob qilinganda aytaylik taxminiy mablag'larni oladigan bo'lsak, siz ana shu taxminiy hisob-kitoblarni ham to'g'ri yuritishni o'rganishingiz kerak ekan va sotuvdan, aytaylik, bir qandaydir daromaddan kelayotgan mablag'larni daromad sifatida, daromad olish maqsadida nima deydi, xarajat qilish, ishlatish holatlarini ko'proq bir e'tiborga olib yuborilar ekan va mana shularni to'g'ri bajarishlikni bilimlarga ega bo'lish kerak ekan. Shunda aytib o'tyapman, daromad olishga va qandaydir qo'shimcha pullarni olish uchun biz xarajatlarga kirishamiz, investitsiyalar deymiz buni. Ana shu investitsiyalarimizni to'g'ri hisob-kitobini qilishni o'rganishimiz kerak ekan. Va mana shu bilimlarni asta-asta biz sekin birgalikda o'qib, o'rganib boraveramiz nasib bo'lib. Endi shundoq bo'ladiki, bu yerda ko'pchilik biz rus tilida eshitganmiz bu so'zni nishita deyiladi. Ya'ni bizga ustoz aytganlarki, nishita degani не считать degan so'zdan kelib chiqadi. Ya'ni hisob-kitob yuritmaslik degan o'zbek tilida ma'noda ketyapti. Shuning uchun bizga nishita degan so'zni bizga не считать degan ma'no bilan aytishgan. Ya'ni bor mablag'laringizni bu yerda shunday bo'ladiki, bu filologiya yo'nalishida emas, bu fiziologiya, ya'ni ekonomiya yo'nalishida ma'noda ketadi deb turib bizga ham ana shu so'zlarni aytib ketishgandi. Ya'ni hisob-kitob qilingki, siz qancha mablag'ni kutmagan taqdiringizda ham $1 million bo'lsin balki sizning fikringiz bo'yicha. Albatta, savollaringizni o'qib turibman, blokirovka qiluvdim-ku, nimaga yana qanday savollar chiqib kelaveryapti? Blokirovkani bosmanman shekilli. Savollaringiz qarang, ichimizda yangilar bor, to'g'ri, tushunmayapsiz balki kimdir bu narsalarning barchasini yakunida gaplashaylik, savollarimizni oxirida gaplashaylik. Sababi aytib o'tyapman-ku, har safar ogohlantiryapman, YouTube'ga videoga zapis qilyapmiz. Shuning uchun YouTube'dagi nima deydi, eshituvchilarimizga, ishtirokchilarimizga bir teoriyani berib yuboraylik, qolgan masalalarni sizlar bilan alohida yana gaplashib davom ettiramiz. Rahmat. Bo'ldi, kelishdik. Blokirovka qilib qo'yaman chatni. Avval bosmagan ekanman shekilli. Va mana shu holatda shunday bir tushunchaga ega bo'lish kerakki, pullar hisob-kitobni yoqtiradi deyish kerak. Ya'ni rus tilida aytiladiki, деньги любят счет deyiladi. Va ana shu pullarni sanash, pullarni hisob-kitob qilish esa bu harakat hisoblanadi. Siz aynan vaziyatda harakat qilyapgan bo'lasiz. Shuning uchun pullarni hisob-kitob qiling, pullarni sanab turing, pullarni e'tiborga olib turing, ushlab turing deyiladi.
va aniq shularni yana aytish mumkinki, agar siz mana shu pullarni hisob kitob qilishni boshlasangiz, ularni boshqarishni boshlasangiz, ularni to'g'ri yo'naltirishni boshlasangiz, albatta hayotdagi qarzlar kamayib, qarzlarni yo'qolishiga olib keladi. Endi davomida bo'ladigan bo'lsa, yana bir fikr aytamizki, ana shu moliyaviy dasturni to'g'risida boshladik gapni. Bu moliyaviy dastur o'zi nima degani? Moliyaviy dastur shunday bir bizga o'qitishganda yonkis deyilganda, yonkis nima bo'lishi mumkin? Bir idish deylik, bir qandaydir bir hajmga ega bo'lgan bir idish deylikda, ana shu idishga o'xshaydi deb tushuntirishganda. Ya'ni tasavvur qiling, stakan turibdi-da, ana shu stakanga siz bir paqir suvni quyishni boshladingiz va ana shu suvni quyayotganingizda suvning aksariyat ko'p qismi nima bo'ladi? Stakandan toshib chiqib polga to'kilishni boshlaydi va ana shu holatda endi nima bo'lyapti? Ya'ni ana shu stakanning qabul qilish miqdori, darajasi kichkina bo'lgani uchun ortiqcha berilayotgan bilim va mablag'ni nima qilyapti? Shunchaki sarflab yuboryapti. Xuddiki mana shu holatda bizga ustoz aytdiki, siz ham xuddi shu stakanga o'xshaysiz. Agar stakanda sizning qabul qilish imkoniyatingiz qanchalik tor bo'ladigan bo'lsa, sizga beriladigan katta imkoniyat, bilimlarni va ana shu miqdordagi pullarni siz shunchaki sarson sargardon qilib umuman o'zingizdan tashqariga qayerlargadir sochib yuborasiz va siz bularni boshqarishni o'rgana olmaysiz deganda. Shuning uchun misol tariqasida bu narsani sizlar ham e'tiborga olib qo'ying. Endi nima qilish kerak ekan? Endi o'sish, unish uchun biz ana shu o'zimizdagi bilim qabul qilish, o'zimizdagi boshqara olish imkoniyatlarimizni kattaytirishimiz kerak ekan, kengaytirishimiz kerak ekan va buning uchun albatta ustoz va ana shu bilimlarga yondashish kerak ekan, kirishish kerak ekan, mana shu boshqaruv darajalarini egasi bo'lish kerak ekan. Shu yerda misol keltirib ketamiz. Qarang, misol uchun aytaylik, bir inson 18-20 ming dollarlik qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ldi deylik. Shunda birdaniga shunday bir kredit hisobiga 150 ming dollarlik ana shu mablag'ni olishga to'g'ri kelyapti. Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda u inson ana shuni boshqara oladimi? Va shu inson shu 150 ming dollarlik kreditni boshqarish, uni hazm qila olish va uni qabul qila olish, ertangi kunida hayotida qarzga botib qolmasligi uchun uddalay oladimi? Mana shu savollarni ham o'ylab ko'ring va ko'pchilikning javobi bo'ladiki, boshqara olmaydi, uning shu ongi, uning darajasi, tayyorgarlik darajasi buni boshqara olmaydi va topayotgan daromadlari olingan kreditga nisbatan yetarli emasligini gapirishadi. Biz ham shunday deganmiz. Buning uchun endi nima qilish kerak? Ana shu olingan mablag'ni saqlab qolish, bu mablag'ni imkon qadar sarf xarajatlardan nima deydi, saqlash va imkon qadar bu pulni astalik bilan ko'paytira olish va bu pulni yana o'z ana shu kredit olingan manziliga qaytarishlikni, uddalashlikni o'rganish kerak ekan. Misol uchun aytaylik, o'sha inson 40 ming dollar oyiga ishlab topadi va qandaydir bir mahsulot uchun, tovarni kredit deydi rus tilida buni, ana shu kreditni olmoqchi va shunda kreditning miqdori shunaqangi bir aytaylik, mana misol uchun qandoq tovarni kredit deganda qandoq desam bo'ladi. Mana bizda ommaviylashgan avvalgi ilgargi davrda bir necha yillar oldin men bir ko'rgandim. Tadbirkor akamiz imkoniyati mavjud ana shu kiyim-kechaklarni olib kelayotgan tadbirkordan kiyim-kechak olardilarda, podrealizatsiya bozorga olib chiqib, shuni sotish hisobiga ko'ryapgan daromadlari o'zlariga, kiyimni tannarxi esa ana shu nima deydi, biznes egasiga yoki ana shu kredit qilib bergan insonga qaytarilardi. Va shu yerda endi tasavvur qiling, ana shu inson endi 40 ming dollarlik yoki bir 40 ming so'mlik
to'lov imkoniyatiga ega bo'lgan inson endi nima qilyapti? Uzog'i bilan 50 ming so'mdan yoki 50 ming dollardan ko'p bo'lmagan ana shu tovarni kreditini olishi mumkin bo'ladi. O'ziga nima deydi, ep ko'rishi mumkin. Nima uchun? Sababi ana shu ish jarayonida buni bizga rus tilida ustozlar shunday deyishgandiki, kitoblarda ham, moliyaviy kitoblarda ham buni yoziladi. Finansovoy tunnel deydi. Ana shu moliyaviy tunneldan foydalanish uslubi bo'ladi. Ana shu moliyaviy tunneldan foydalanish uslubidan kelib chiqsa, agar mana shu biznesni yurg'izib mumkin bo'lar ekan. Shuni ham o'rganganmiz. Bu nima bo'ladi? Bunda oddiy holat bo'ladi. Ya'ni siz tovarni olasiz realizatsiyaga 50 ming dollarlik misolida aytyapmiz va qanchadir vaqt oralig'ida siz nima qilyapsiz? Ana shu olingan tovarni mana shu summasini yopyapsiz-da va yana siz nima qilyapsiz? Qanchadir bir vaqt oraliqda yana 50 ming dollarlik ana shu tovarni olyapsiz. Ya'ni siz 50 ming dollarlik tovar bilan hisob-kitobni boshladingiz, qanchadir miqdorini to'lashni boshladingiz, astalik bilan sizda qarz bo'lmayapti, yana 50 ming dollarlikni oldingiz savdo qildingiz, olib borib berdingiz. Xuddi mana shu tartib bilan ish boshlasangiz, avvalambor sizda ko'nikma hosil bo'ladi, pulni boshqarishni o'rganasiz, sanashni o'rganasiz, pulni saqlashni o'rganasiz, pulga muomalangiz o'zgaradi, pulni yaxshi ko'rishni boshlaysiz, pul sizga o'rganadi, pul sizni yaxshi ko'rishni boshlaydi. Pulni hazilakam gap emas, shuni bir e'tiborga olingki, pullar agar yaxshi ko'rgan insonda saqlanishi yaxshi ko'rishadi deyiladi. O'zbek tiliga tarjimam. Деньги любят счет, деньги любят тех, кто их любит deyiladi. Va ana shu pullarni seving degani bu rujo qo'ying degani emas. Bu noto'g'ri fikrlamang. Ertaga kommentariylarda akram aka nimalarni gapiryapsiz degan menga gaplar kerak yo'q. Bularning hammasini astalik bilan, ong bilan, hisob-kitob bilan nima deydi, fikrlagan tariqada gapirishingiz kerak bo'ladi hammasini. Agar kimda kim ongga hali bu narsaga yetib kela olmayotgan bo'lsa, sizga maslahatim qandaydir bir psixologiya kurslarini o'tishni boshlangda ana shu ongingizni nima deydi, negativlaringizni pozitivga o'tkazish darajasida bo'ling. Sababi finanslarga kirib kelayotganingizda siz albatta ong bilan tayyor bo'lishingiz kerak bu narsaga. Agar ongingiz boshqacha negativ berib, boylarni yomon ko'rib, boy insonlar hammasi haromxo'r deydigan bo'lsangiz, boy bo'lish uchun haromlik qilish kerak, yo o'g'irlik qilish kerak, yoki kimdir aldash kerak, kimdir qaqshatish kerak deydigan bo'lsangiz, bu finansiy kurslarga kirmang. Sababi sizlarga bu og'irlik qiladi. Chunki sizlar bu narsaga hali ong bilan tayyor bo'lmaysiz. Shuning uchun birinchi maslahat